Hurmatli obunachilar, kattaroq avtorasi bor odam o'sha avtoriyaga foydasi tegishligi, arzon bilan chiqarishligi xohlaydi. Nima demoqchiman? Pul zalir bo'lib qolib, garit bo'lgan uylarni narxini arzon qilib sizlarga taqdim qilyapmiz. Kimdir vaziyatdan foydalanish emas, kimdir uyli, kimdir pulli bo'lishni xohlab narxini chiqazib beryapmiz. Arzon uy chiqqan Mirzo Ulug'bek tumani Darxon, ya'ni sentrda biz Darxon kafening oldidan 12 etajli domni 12-etajda 3 xona uyimizda chiqdi. 100 kvadratga yaqin. Narxi Realtor Ali kanalida arzon. Hozirga shuni obzor qilib bermoqchimiz. Hurmatli obunachilar, obzorni boshladik. Kirib o'rish prixojniy qismimizda chap qo'lda bitta katta xonamiz bor. 4 ga 4,5 konditsionerlar uyda qoladi. O'tib o'rish katta prixojkani ko'rishlaringiz mumkin. Uyimiz 100 kvadratga yaqin. To'rda kattalar uchun bitta spalnya, razmerlari 6 ga 4,20 pasta, sentralniy ko'cha. Darxon kafe joylashgan. Uyimizning remontlari toza holatda, ya'ni o'zingizning dinlarga moslab remont qilsanglar ham bo'ladi. Bu yerda kuxnyamizni ko'rishlaringiz mumkin. Kuxnya meblari qilib qo'yilgan. Ko'rib turgan holatlaringizda uyimiz 12 etajli, domni 12-etajda joylashgan. Sanzorlar razdelni, bu yerda hojatxona qismi, o'tib o'rish bu tomonda esa dushimizni ko'rishlaringiz mumkin. Kirganda to'rda katta zalimizda joylashgan. Zalimizning razmeri 7 ga 5 metr. Derazadan tashqariga qaraganda C1, ya'ni shaharning chiroyli qismini ko'rishlaringiz mumkin. Havosi juda ham toza. Hurmatli obunachilar, 3 xona 100 kvadrat metrdan tashkil topgan Darxondagi uyimizning narxini 84.900 dollar deb baholadik. Past nomerlar qoldiramiz, telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Bundan da arzon variantlar Telegram kanalida.